Hay Koreya, hay Ko'bes. Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Parizod Yusupova. Yaqinda auditoriyamdan so'radim, sizga qanaqa darslar kerak, nima haqida o'tib bering va men bu bilimlarimni ulashmoqchiman YouTube'da deganimda, hamma bir barakaga so'ragan narsa bo'ldi. Bu ham bo'lsa albatta topik. Qanaqa qilib topik olaman? Qanaqa qilib siz bizga 2 oyda topik olib beraman deysiz? Sizni undan oldingi talabalaringiz natijasi xullas hamma joy faqat topik bosib ketdi. Shuning uchun bugun men tanlagan mavzu qanaqa qilib biza topik olamiz. To'g'rirog'ini aytadigan bo'lsam, 6 gipli topik olgan talabamni 5 ta sirini ochib bermoqchiman. 5-inchisi eng muhimi bo'ladi. Shuning uchun doskaga qarab turamiz. Hammasi jonli, xuddi darsda qanaqa qilsam, xuddi shunaqa qilib o'tib beraman. Demak, boshladik. Demak, bizning maqsadimiz 6 gipli talabamni sirini ochish. Endi strukturani ko'ramiz. Menga bunaqa narsa kerak bo'ladi. Hammaga tanish bu 5 yulduzchamizning har bitta punkti men ochib beradigan sizga strukturalar bo'ladi. Demak, boshladik. Birinchi qanotlardan boshlab olaman. Bu ikkita qanot sizni tezligingizni oshirib beradi. Bilasiz, любой uchadigan narsada bu samolyot bo'lishi mumkin, qush bo'lishi mumkin, qanot tezlikni vazifalarini bajaradi. Shuning uchun ham biz hozir siz bilan topik 6 olgan odam sirini ochayotganimizda bu vaqtdan yutishimizga yordam berishi kerak. Demak, birinchisi maqsad bilan bog'liq qism. Nimaga endi grammatikadan boshlamadim yoki qanaqadir maqsaddan boshlash kerak. Nima uchun tushuntiraman. Avvalambor sizning maqsadingiz to'g'ri va aniq qo'yilganligini, trayektoriyasini biz aniqlab olsak, u dumalonmi, to'rtburchakmi, uchburchakmi yoki 5 burchakmi, ishimiz ancha oson bo'ladi. Maqsad qo'yayotganda prosta topik olaman deyish yaramaydi. Maqsad qo'yayotganda necha gip olaman, qaysi fasldagi ekzamenda topshiraman, undan necha ball kutilayapti, hozir mock imtihonlarda necha olman, imtihonda hayajonlanish yoki atrofdagi muhitda ta'siri bilan o'sha natija eng kamida 30% ga tushish ehtimollarini ham kalkulyatorda hisoblab chiqish kerak bo'ladi. Bilasizki, topik imtihonlari boshqa til, допустим, IELTS ga o'xshab tez oraliqda bo'lmaydi. Topik bizada o'zi avvallari 1 yilda 2, maksimum 3 marta bo'lardi. Xuddi ekzamen topshirganda va biz yiqilsak vaqt yo'qotardik. Hozir IBT, BBT qilib nima qilishdi? Bizga onlayn, offlayn qilib berishdi. Baribir hammangiz eng ma'qul ko'rganingiz offlayn ekzamenlarni topshirish va bu 4-5 marta o'tkazilyapti O'zbekistonda. O'shanga qarab siz fasl tanlab olishingiz kerak. Sharoit yoki bo'lmasam u vaqtda qaysi davlatda bo'lasiz, qaysi sharoitda bo'lasiz, Toshkentda bo'lasizmi, viloyatda bo'lasizmi, hammasini mashqga to'g'rilab olishingiz kerak. Bizning maqsadimiz qaysi faslda, qachon, nechinchi ekzamenga kirish, qatga tushyapsiz, registratsiyani qachon boshlaysiz va hokazo. Maqsad qancha aniq bo'lsa, biz o'zimizning natijamizga shunchalik yaqin bora olamiz. Menimcha tushuntira oldim. Prosta topik olmoqchiman, lekin qachonligini bilmayman, u meni qaysidir fantaziyalarimda degan narsa bu yerda ketmaydi. 6 gip olmoqchi bo'lgan odam eng kamida 1 yil oldindan tayyorgarlik ko'rishi kerak. Chunki shu 1 yil ichida necha marta ekzamenga kirsa, o'shalarning nechtasidandir yiqilib chiqadi, nechtasidandir o'zi qoniqmagan gip olib chiqadi va oxirgisi qaysidir bittasida kamon o'qigan joyiga tegib, o'sha o'zi xohlagan 6-gipni olib chiqadi. Dalsh ketyapmiz. Sizlarni eng qo'rqadigan va eng ko'p xato qiladigan joyingiz 2 lug'at. Lug'atni hamisha noto'g'ri yodlaysiz. Lug'atni yodlamaguningizcha hech qaysi tilda ravon gapirishi iloji yo'q. Hech qaysi til ekzamenlarini normalniy topshirishi iloji yo'q. Agar lug'at boyligingiz yetmasa, normalniy переговор qila olmaysiz, dars o'ta olmaysiz, ishga kira olmaysiz, suhbatdan o'ta olmaysiz. Hammasi lug'at va so'z boyligi borib taqalyapti. Endi mana shu tushuntiradigan narsam bor. Koreys tili eksperti sifatida men 3 ta til yodlash metodini umumiy hammaga deb olaman. Birinchisi so'zni plus yonidagi birikma bilan birgalikda yodlash. Misol uchun oddiy misol aytaman. Ruchkada nima qilamiz? Biz yozamiz. Uni sida fe'li bilan olsak. Soyo emas, pen으로 soyo. Bu polpen으로 soyo. Aní면 책상에 pen으로 soyo qilib gap tuzib yodlab olgan istalgan tilda o'tadigan narsa. Keyingisi, so'zlarni, lug'atlarni yodlayotganingizda
Amonim, sinonim, antonim, ma'nodosh bilan birga yodlashingiz kerak. Agar siz amonim, sinonim, antonimlar nimaligini o'zbek tilida bilmasangiz, holingizga voy. Birinchi navbatda koreys va o'zbek tillari Ural Oltoy tillariga mansubligini hisobga oladigan bo'lsak, ularning ildizi bitta. Koreys tilida uchragan narsa, o'zbek tilida uchragan narsa bir-biriga mana shunday jipslashib tushadi. To'g'ri 100% emas, lekin 99% holatda shunaqa. Agar siz ona tilini maktabda yaxshi o'qimagan bo'lsangiz, umuman kitob o'qimagan bo'lsangiz, o'zbek tilida ham lug'at boyligingiz kam bo'ladigan bo'lsa, sizni holingizga voy. Nima uchun bu muhim? Amonim, sinonimlarni tushunmasangiz, koreys tilida shu narsa kelganda ham miya o'ziga qabul qila olmaydi. Agar u o'zbek tilida oldin bo'lgan informatsiya bo'lsa, koreys tilida yodlab olganingizda o'zini egizagini boshqa tomondan topib oladida, ular birgalikda hamjihat bo'lib ketaveradi. Agarda maktabda yaxshi o'qimagan, amonim sinonimlarni bilmaydigan bo'lsangiz, oldin u koreys tilida amonim sinonimligini boshiga qo'yib, ana undan keyin uni yodlab, uni ma'nosi ishimiz ko'payib ketadi, undan karomga o'xshab. Ko'payib ketaveradi. Shuning uchun ona tilini bilish juda ham muhim. Yana bitta muhim tomoni, agar siz o'zbek tilida lug'at boyligingiz yetmaydigan bo'lsa, har bitta so'zni bitta qilib yodlayverasiz. Oddiy misol bilan tushuntiraman. Bizda yeppida degan so'z bor. Kim bilardi buni? Infinitiv shaklda yozib beraman. Yeppida, yeppoyo, yeppimda hammasi bitta narsa. Chiroyli. Okay, yozamiz chiroyli. Endi ertaga oldingizdan mana bunaqa so'z chiqib qoldi. Arim dapta. Yana infinitivda yozdim. Arim dapta ham chiroyli emas. Uni ma'nosi go'zal. Chiroyli boshqa narsa, go'zal boshqa narsa. Daule sinonim, lekin ishlatilishi, aytganda his qilinishi, ular berayotgan emotsiya boshqa narsa. Go'zal, chiroyli, kelishgan, sarvqomat, xarizmatichniy, issiq, nurli. Bularning hammasi qanaqadir yoqimli chiroyga nisbatan aytiladi, lekin hammasini ishlatishi, odam yoshiga nisbatan, ko'rinishiga nisbatan, joyiga nisbatan ishlatilishi umuman boshqa. O'shaning uchun ham yeppidan ham chiroyli, arimdapdan ham chiroyli deb yodlaydigan bo'lsangiz, topik ekzameniga kirganda hech qaysi bularni ishlamaydi. Tushuntira oldimmi? Dals ketamiz. Endi hech kim nazariga ilmagan tek qismiga o'taman. Lekin mana shu tek qismi bizga juda ham muhim. Grammatika. Endi yetib keldik grammatikaga. Grammatika juda ham muhim. 3 belgisini qo'yib qo'yamiz va u ustun tegidagi poydevor. Grammatikani ham bilganda prosta bilish bizga kerak emas. Grammatikani bilganda ishlata olish qobiliyati. Bu как будто plastikka o'xshaydi. Plastikka olib oldingizda faqatgina terminalga borib mendan pul yechib olinglar deyish ketmaydi. Plastik kartochka bilan ATM dan pul yechish kerak, pul solish kerak, o'tkazmalarni amalga oshirish kerak va hokazo. Siz shunaqangi ishlatingki, bu grammatika bilan sigida insho yoza olishingiz kerak. Titkida eshitganingizda eshitib tushuna olishingiz kerak. Ilkida kelib qolgan vaqtda uni ma'nosini anglab, yonidagi so'z bilan qo'shilganda bu gibrid qanaqa ma'no anglatadi hammasini bilishingiz kerak. Prosta tak oddiy misol aso eng ko'p keladigan topikda birda ham bor, ikkisida ham bor, hammasida bor. Aso sabab qo'shimchalar deb yodlab olasiz, bo'ldi. Uning ikkinchi ma'nosi qolib ketdi. So'zda ishlatilayotganda yeyilib ketadi juda ko'p holatlarda. Sarang eso deb eshitasiz, hozir shuni. Sarang eso. Yo'q, men sarang eso demadim. Sarang heso o'zi mana shu narsa. Sarang heso. Sarang eso sevgidan. Sarang heso sevgi sababli. Sevilibdan keyin tug'iladi. Tushunasizmi? Endi mana shu narsani siz titkida eshitib qoling. Sarang eso deysiz, yonidagi chap o'nglardagi so'zga qo'sha olmasdan ma'no chiqmaydi. Sarang heso sevganim uchun dars o'tyapman. Sarang heso chigim suv bilan qarichi qo'ysa, o'chon? Mana shu uchun bitta grammatikani o'rgangan vaqtingizda uni hamma tomondan ishlatishni o'rganib olishingiz kerak. Har qanaqa tomondan, eshitilganda ham, yozganda ham, o'qiganda ham, gibrid bo'lib kelganda ham. Grammatikani prosta yozib, yodlab, unga 10 ta dona prosta nima bo'ladi, noreal gaplarni tuzib qo'yish bizga o'tmaydi. Dals ketamiz. Xo'p, qanotlari ketdi. Bu ikkita qism bizga tezlikni oshirib berish uchun ketyapti. Poydevorlari va asosiy fundamenti deymiz, grammatika bo'ldi va keyingisi hech kim nazariga ilmaydigan titki. Topikda eshitish qismi eng bilmasvoy odamni ham balini tepaga ko'tarib berishidan xabaringiz bormidi? Lekin juda ham ko'pchilik, men koreys tilini O'zbekistonda o'zbek o'qituvchilardan o'rganyapman. O'shaning uchun meni listeningim
titkiyim baribir oshmaydi. Men topik olaman, Koreyaga boraman, keyin karslarning gapini tushunadigan bo'laman. Yo'q, andimnida, yorabun. Titki eng oson bo'limlardan bittasi. Chunki titkiga ham, ilkiga ham, sigiga ham bir xil ball berishgani bilan titkining ichiga kirayotgan materiallari boshqa bo'limlarnikiga nisbatan osonroq. Потому что siz titkini yechayotgan mahalingizda ko'rmasdan turib faqat eshitasiz. O'shaning uchun ham nisbatan o'qib turib yechadigan savollarga nisbatan o'tda osonroq grammatikalar, so'zlar ishlatilgan. Чтобы siz ertaga bularni qo'shayotganingizda orada yeyilishlar bo'ladi, orada qolib ketishlar bo'ladi. Mana shu narsani siz noto'g'ri eshitib qo'ysangiz, boshqa so'zga aylanib ketib qoladi. Xuddi hozirgiga o'xshab. Sarang heso. Mana shuni hisobiga ham ilkida ishlatayotgan grammatikalarga nisbatan 10% dan 25% gacha osonroq grammatikalar bu yerda keladi. Shuning uchun ham siz titkiga alohida e'tibor beradigan bo'lsangiz, titkidan ballingiz sizni tortib ketib qoladi. Допустим, boshqa bo'limdan siz 30-40 ball yig'ayotgan bo'lsangiz, 20 ta, 30 ta yechib, titkidan 100 dan 100 urish juda ham oson. Juda ham oson. Bilaveringki, agar titkidan baland chiqqan bo'lsa, kimni ekzamen natijalari, demak yaxshi tayyorgarlik ko'rgan. Ilkini past bo'lishi grammatikaga bog'liq. Titkini past bo'lishi faqat dangasalikka. Dangasa bo'ldimi, titki past chiqadi. Tamom. Tushunarli? Xo'p, demak hozir biz nima qildik? Ikkita qanot qismlarini, ya'ni topik olishimizni va topik jarayonini tezlashtiradigan qismni ko'rdik. Bu maqsadni to'g'ri aniq qo'yish, lug'atlarni to'g'ri yodlash. Keyingisi eng asosiy poydevorimiz bu prosta gip olishga emas, 6 gip olish uchun bizda grammatikani ishlatilishi sust bo'lmasligi kerak. Bundan tashqari titki bo'limiga ko'proq e'tibor berib, ozgina xiyla ishlatamiz, ball ko'tarib olamiz. Ana endi eng muhim tepada turadigan qismiga keldim. Bu ham bo'lsa psixologik tayyorlov. Psixologik tayyorlovda biza shuncha bilimimiz bo'lsa ham nimagadir luzerlarga o'xshab imtihondan shunaqa mushug'imizni oqizib ololmadim, qilolmadim deb chiqadigan joyiga to'xtaldik. Nima uchun sizda bilim bor? Bu narsalarni qildingiz, vaqtingizni, pulingizni uje karis tiliga tikib qo'ydingiz, lekin kutilgan natija bo'lmadi. Sababi psixologik jihatdan ikkita unsurni boshqarishni bilmayapsiz. Bu vaqt va energiya. Avvalambor, topik bizada bitta xonaga olib kirib qo'yib 10 soat berganda bu jinni ham kirib olib chiqib ketgan bo'lar. Lekin bizada vaqt kam. Bu как будто qolipga o'xshaydi. Sizda xamir bor, keks tayyorlash uchun. Maminchigina qolipni berib qo'ygan. Siz hamma xamir o'shanga solasizmi? Yo'q. Siz shunday qilasizki, qolipni to'ldiradigan ravishda xamir solasiz, duxovkaga tiqasiz, keyin u chiroyli keks bo'lib chiqadi. Xuddi shunga o'xshab, vaqtni imtihon davomida boshqarish kerak. Ana kelib oldinga, 3 minut qoldi, 5 minut bo'ldi, titulli listga belgila deganda emas. Imtihonga kirgan vaqtingizdan boshlab vaqtni boshqarishni o'rganishingiz kerak. Vaqt qachon tezroq yechiladi, qaysi savollarga ko'proq vaqt beraman, qaysi savollarni tashab ketaman, hozir miyamni ortmayman, qaysi savollarni hisobiga men boshqa qiyin savollarga yetib ola olaman degan narsa bilan o'tirishingiz kerak. Ya'ni bitta paytda o'zida miyangiz ikkita ish bajaradi. Bittasi imtihon savollarini yechish bo'lsa, bittasi vaqtni tejash va uni kontrol qilib borish. Keyingisi energiya. Imtihonga kirgan mahalimizda har xil holat bo'lishi mumkin. U siz uyingizda o'tirib, o'quv markazingizda yoki meni kurslarimda o'tirib yechgan imtihoningiz umuman boshqa. O'tga kirganingizda sovuq bo'lishi mumkin, issiq bo'lishi mumkin, shamollagan bo'lishi mumkin, tinmasdan yo'talayotgan bo'lishi mumkin, tualetga borgingiz kelib qolishi mumkin, любой narsa bo'lishi mumkin, kolonka ishlamay qolishi mumkin. Bu narsaga hammasiga ruhan tayyorlanish kerak bo'ladi. Buni ham, конечно, o'zining sposoblari bor, lekin mavzu bu haqida emas, bu haqida keyinroq ham tushuntirib bera olaman. Так что mana shu psixologik qismga bulardan kam tayyorgarlik ko'rmasligingiz kerak. Umumlashtiramiz. Topikni prosta emas, 6 gipini eng yuqorisini olish sirlari shu 5 ta unsurga borib taqaladi. Maqsadni to'g'ri va aniq qo'yish, lug'atlarni topik testiga moslab yodlash, ko'chaga salomlashgani chiqqanda emas. Uchinchisi, grammatikalarni har qanaqa holatda ishlatishingiz kerak. Даже imtihonimizda maragi qismi bo'lmasa ham gapirish qismi, keyinchalik Koreyaga borganingizda sizni boqadigan narsa faqat mana shu bo'ladi. Keyingisi, to'g'ri titki eshitish qismidan ball yutish ehtimoli juda ham katta.
bemalol hamma vaqtingizni mana shunga tikishingizni men maslahat beraman. Oxirgisi psixologik o'zingizni tayyorlab, mock imtihonlarda, uyda o'qituvchi bilan yechganingizda vaqt va energiyani tejash usullarini ko'proq o'rganishingiz kerak bo'ladi. Bilaman, bu meni darslarim hozir kamlik qildi, chunki biz maksimal qisqa vaqtdan foydalangan holatda sizga bilim berishimiz kerak edi. Bundan ham podrobniyroq qilib tushuntirgan meni darsim bor. Tim bo'lib o'tdi, biz SIGI qismiga, essay qismiga tegmadik. Hatto O'zbekistonda eng katta muammo koreys tilidan SIGI, chunki hamma odamda u past chiqadi. Mana shu muammoni podrobniyroq yechish uchun maska 1 soatdan oshiqroq dars tayyorlab qo'yganman. Shu yerda qayerdadir hozir silkasi paydo bo'ladi yoki pastda bo'ladi, farqi yo'q. O'shani bosasiz va o'zi vaqtni keng olgan holatda biz bilan bemalol shoshmasdan o'sha yerda darslarni tushuntiramiz. O'tda topik qismlariga, sigiga, insho yozishga va hokazolar hammasiga alohida to'xtalamiz va sizning qo'lingizga ma'lum bir guideline ham o'sha darsda topshiraman. Darsni albatta o'tkazib yubormang. Video yoqqan bo'lsa, uni ulash qo'yishingizdan chiqmasin.